Osma tandirga bitta qo'lda aylantirib non yapamiz. Assalomu alaykum Novo'yli. Novo'yliga challenge e'lon qilaman. Mana 75 ta nonimiz bor. Bitta qo'lda non, osma tandirga bitta qo'lda aylantirib non yapamiz. O'sha narsani mana bir qo'lda aylantirib non yapganlarda agar meni atmetka qilib qo'ysa, surprizi bor inshaalloh. Bismillah, ketdi mana boshladik. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deyma, topingan qo'shonam deyma, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen xo'jansan Chingizlarga darvozasi ochmagan, Temur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan. Muqannasam qora chig'ib olovlarga sachragan, chiroqlarni ko'rgan cho'pon cho'lig'imsan vatanim. Shodon kunim gul o'tgan sen, nolon kunim yo'q o'tgan sen. Yuzing bosib yuzimga, singlim deymi onammi, ilig'imsan vatanim o'zingsan. Sen shoxlari osmonlarga tegib turgan chimorim o'zingsan. Ota desam qizimga bosh egib turgan o'zing, ulug'imsan vatanim. Kim Qashqarni qildi makon, kim emas soy tomondan, Jaloliddin Kurdistonda, Boburiy Hindistonda, bu qanday yoz qaroli deb yotarlar zimistonda, tarqab ketgan 90 urug'imsan vatanim. Qizim desa osmonlarga g'irot bo'lib uchgayman, Chambal yurtal pomishga qayliq bo'lib tushgayman. Padar qushdan pana qilib ulug' begim quchgayman. G'ichir g'ichir tishimdagi so'lig'imsan vatanim. Shodon kunim gul o'tgan sen, nolon kunim yo'q o'tgan sen. Yuzing bosib yuzimga, singlim deymi onammi, ilig'imsan vatanim o'zingsan. Sen shoxlari osmonlarga tegib turgan chimorim o'zingsan. Ota desam qizimga bosh egib turgan o'zing, ilig'imsan vatanim. Xudo xolasa bir qo'lda aylantirib bo'ldi. Mana shunaqa Novo'y tanishinglar bo'lsa, sekin jo'natib qo'ysin. Video qilib atmetka qilib uramiz. Yaxshigina surpriz bor inshaalloh.